Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Diqqat qilamiz. Bugungi ichimligimiz asabni nihoyatda tinchlantirishligi bilan birgalikda kechki uyqumuzni nihoyatda yaxshi qiladi. Uyqu nimani hisobiga yaxshi bo'ladi? Ya'ni iste'molimizdagi mahsulotlar tarkibida melatoninning ko'p bo'lishi. Hozirgi aralashmamiz tarkibi jihatidan melatonin moddasi ham ko'pligi va qator, ya'ni asab tizimimizga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan xususiyatga ega bo'lgan mahsulotlar. Buni onkolog tanishimni tavsiyasini sizlarga olib chiqyapman. Shu ichimlikka har kuni kechqurun o'rganarkansiz, hech bo'lmasa 1 oy asablar tinch va onkologik kasalliklardan o'zingizlarni himoya qilgan bo'lasizlar. Issiqqina sut. Bizga ko'p narsa kerak emas. Issiqqina sut. Sutimiz endi iloji boricha bilasizlar, haligi mahalliy, ya'ni damashniy bo'lsin. Xo'p, qaynomas, qaynab chiqdi, issiq qaynomas. 3 ta 4 ta qalampir munchoni sovurdinglar va 1 choy qoshiq to'ldirib asal solasizlar. Aralashtirdinglar. Ana issiq paytida aralashtirdinglarmi? O'shaning oqibatida endi ichishga nihoyatda qulay holatga keladi. 1 oy iching. Kechqurun uyqungiz zo'r bo'ladi, shamollashingiz bo'lsa, uni ham oladi va shamollamagan bo'lsangiz, oldini ham oladi. Oshqozon, ichak tizimimizga nihoyatda foydali, ya'ni ichlari qotib qiynaladiganlar bor, mana ichinglar maza qilasizlar. 3 tasi, 4 tasi birdan, ya'ni 3 ta 4 ta dardni jamlab turib qarshi kurashamiz. Uyqu yaxshi bo'lsa, asab joyida bo'lsa, hammasi joyida bo'ladi. Ha, tez obuna bo'lib oling. Nima derdik? Xo'p, dilizxoringiz sifatida bitta like bosib qo'ysangiz xursand bo'laman. Kommentariy qoldirsangiz-ku boshim osmonga yetadi. Kaminani kuzatishda davom etinglar. Bizda har doim hammasi tabiiy va ishonchli. Assalomu alaykum.